Hozirgi kunda qas qo'yni olaykin deb hamma o'ylanib yotibdi-da. Hozir qanaqa qo'y foyda qilamiz? Narxam oshyapti, qanaqa qo'y olaykin deb menga ham juda ko'pchilik savollar. Eng zo'r foyda qiladigan qo'y mana bu qo'ylar mana. Tayyor qonida masalan ko'rinib turibdi-da $200, $300 turibdi bunda. Endi qo'pol qilib gapirganda, tovuq bilan cho'chqa bilan ushlab turadi aka. Biz shu qo'yni rivojlantirsak, bizda ishonib olinglar, xudo xolasa go'sht arzonlaydi. Obunachilarning kommentariyasidan kelib chiqib, keyingi videolar tayyorlayapmiz-da. Aytishyapti ximikat yo unday bunday. Aka, genetika hozir sodda til bilan tushuntirsam, bu hayvonda, insoniyatda tirik jon chipi. Xromosomalar yozadi-da. Shuni vitaminlarni hammasini zo'r o'stirsangiz, keyingi bolalarga baribir ta'sir qiladi bu. Ich o'tib qoladi, ko'pchilik ichini qatirishga harakat qiladi-da. U kelajakka ichayda antibiotik bergandan keyin ichayda hamma foydali va foydasiz bakteriyalar teng o'ladi. Foydali, foydasiz deb teng o'lgandan keyin uni tikalashga aslida probiotik berish kerak. Hozir mana vitabazada degan dorimizga shu probiotikni qo'shyapti xudo xolasa. Qo'shyapsiz, yangilik qilib. U ich o'tishi ham kamayadi, hazm ham nima bo'ladi, yaxshilanadi, o'ziga singishini oladi xudo xolasa. Assalomu alaykum hurmatli chorvadorlar, hurmatli obunachilar. Videoda oxirigacha o'tkazmasdan kuzatishingizni tavsiya etaman. Like va obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa chorvachilik bo'yicha bu yerda mana hozir aynan qo'ychilik bo'yicha tajribaga ega Zohidjon akam bilan xudo xolasa fermasiga kelganmiz. Keling, Azizbek. Qalaysiz? Yaxshimi, tuzimsiz? Shu yerda biz sizlar uchun foydali narsalar olishga harakat qilyapmiz. Duoda bo'lasizlar. Azizbek, hozir pahlavon sizlarga biz zo'r nimani aytaylik. Hozirgi kunda qas qo'yni olaykin deb hamma o'ylanib yotibdi-da. Hozir qanaqa qo'y foyda qilamiz? Oktyabr, noyabr oyida. Narx ham oshyapti. Qanaqa qo'y olaykin deb menga ham juda ko'pchilik savollar. Bu yoqqa olib keling-da mana. Hozirgi kunda to'g'risi hamma hayvonni olib mehr bersangiz foyda qilaverasiz. Lekin eng zo'r foyda qiladigan qo'y mana bu qo'ylar mana. Bu qo'ylar. O'zimizning jaydari. Bu jaydari, yo'q, go'sht uchun. Go'sht uchun qanday go'sht uchun? Nimasi bo'ladi? Buni tayyor qonida masalan ko'rinib turibdi-da $200, $300 turibdi bunda. O'zi buni narxi bo'lsa $400. To'g'ri. To'g'risida, masalan, $400 ga olasiz, boring 5 millionga olasiz. Lekin qonida mana. Qornida bo'g'oz. Bo'g'oz qo'ydi olish kerak hozir. Qanday bu bolasini ertaga yaxshi baxtsiz 2 oy, 2,5 oylikda kerak bo'lsa $300 lik qivorsiz bo'ladi. Bu uyda yegizib, ichkizib tursangiz zo'r qilib. Albatta, qarov kerak ham. Qarov kerak. Lekin endi yoningizdan yem yegizmasdan quruq yerda aylantirib yuraversangiz, uni bolasi bo'lmasligi mumkin. Lekin yaxshi vitaminini berib boshqa qilib tursangiz, ham mana u ham o'zini zo'r bo'lib, kuchli qo'y bo'lib ketadi. Qonidan $300 lik bola tushadi. Ko'pchilik aylantirib boqish deganingizga o'stirib olaman, haligi qashqaylar bilan o'stirib olaman dedi. Iloji boricha har qanaqa hayvonni ham, qo'yni ham, otni ham, molni ham iligini boshida to'ldirib olish kerak. To'g'ri. Keyin u yog'iga siz ozgina nima qilsangiz ham iligini to'ldirib, ichagini kengaytirib olganingizdan keyin yaxshi foyda qilib, yegan ozuqasini o'ziga yaxshi oladi. To'g'ri. Endi tashqarida aylantirgan yaxshi. Tashqarida ham aylantirib turib yem bersangiz, yana ham yaxshi-da hali. Undan ham zo'r bo'ladi. Qon aylanishi uchun mayli, tashqarida aylantirish. Aylantirsin, aylantirib turib, tashqarida aylantirib turib, agarda ertamatan 300 gram, kech payt 300 gram yem yeydigan bo'lsa bu qo'y. Mashinday bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Mana endi bo'g'oz qo'ydali ko'pchilik qayerdan bilaylik deb turib, bo'g'oz qo'ydi men qo'raga kirmasdan bilaman. Mana mana shu qo'y bo'g'oz qo'y mana. Oldi ko'kragida bola turibdi, mana ko'rinib turibdi. Lekin bir 2 oylikgacha hech kim bilmaydi bo'g'oz qo'ydi. 2 oydan keyin oddiy qilib tushuntirganimizda qo'y 2 oygacha shunday kalamishday bo'ladi-da endi hali. 2 oygacha boring. Kalamishdan ham kichikroq bo'ladi, bolasiday bo'ladi. 2 oydan keyin 4 oy ichida tez katta bo'ladi. 2 oylik bo'g'ozdan ag'iga qo'y ham semirib ketib qoladi, ham bolasi ham sirazi hali mishiqday bo'lib qoladi-da, tez katta bo'ladi. Shuning uchun 2 oygacha bilish qiyin bo'g'oz qo'ydi. 2 oydan keyin bilasiz. Mana mashq qo'y o'ziga et olyapti, qorin solyapti. Demak, buni qonida kamida 3 oylik bolasi bor. Xolos. Ko'pchilik hozir to'g'risi hamma yozyapti. Sizni kelishdan oldin ham kommentariyalarda o'qiyapman-da.
Qayerda boqamiz yo boshqa yem qimmat bo'lib ketyapti, go'sht qimmat bo'lib ketyapti. Bu gaplar bilan ish bitmaydi. Bizda go'shtni qimmat bo'lib ketishining sababi biz to'g'ri ochiq oydin aytish kerak. Meni kuzatuvimda qo'y go'shti yeyish kamayib ketdi aka. Mol go'shtini tinmay yeyapmiz, chetdan ham sotib olyapmiz. Yevropada ko'pchilik mana bizda chetdan go'sht kirib kelyapti-yu. Shuni sababini nimaga ularda arzon deyishyapti-da, to'g'ri yem, boshqa qaror arzon. Mehr ham beradi, qiziqish ham bor. Yevropalar go'shtni balansini endi qo'pol qilib gapirganda tovuq bilan cho'chqa bilan ushlab turadi aka. Biz shu qo'yni rivojlantirsak, bizda ishonarli xudo xolasa go'sht arzonlaydi. Qo'y chunki tez yetiladigan-da, molni 2 yil, 3 yil kutish kerak. Buni aholi baribir o'rganish kerak bu narsani. Mana ko'p mehnat ham ketmaydi, mana o'zimizga ko'p ma'lumot ham beryapmiz. Anaqa hidlanishi ham buni oldini olsa bo'ladi. Hidlanishlarni ham ko'pchilar hididan nima qilib ham boqmaydi ekanda. Yo'q, Azizbek, Alloh nima desa bo'ladi, bu naslchilikka qancha, bu chorvachilikka qancha bo'lsa yordam beryapti. To'g'risi zo'r qulayliklar berdi. Hozir mana Arashan qo'y, naslli qo'y chiqdi. Bu ijtimoiy tarmoq ham hozir ancha rivojlanishga bordi. Nimaga? Bizning safimiz ko'paydi. Misol bir 50 ta chorvador go'sht yetishtirayotgan bo'lsa, hozir bir 500 taga bor. Xudo xolasa oldiga o'sish bor. Demoqchiman. Xudo xolasa odamlar tez yetiltiradigan narsa tovuq, ya'ni qo'yni ham yaxshi rivojlantirishimiz kerak. Faqat molni go'shtiga yopishib olmashimiz kerak hozirgi kunda. Chunki iloji boricha qo'yni ham rivojlantirsak, mol go'shti xohlaysiz, xohlamaysiz sekin yetiladigan narsa. Tinmay so'yib turaversangiz, uni olib kelsangiz, bu xohlaysiz, xohlamasangiz sekin yetiladigan narsa-da u. To'g'ri. Endi demoqchimanki, u narsalarga ham mashinada ijtimoiy tarmoqda ham foydasi ko'p bo'lyapti-da. To'g'rimi? Lekin chorvachilikda go'sht yetishtirish, chorvachilik bilan shug'ullanish endi qiziydi. Xudo xolasa. Go'shtlarning narxi ham yaxshi bo'lib qoldi, to'g'risida. Endi hozir hayvon baqib ziyon qildim deydigan narsa bas. Endi ko'proq baqishimiz kerak. Endi bizni aholimiz ham o'syapti. Yildan yilga biz million qo'shyapmiz-da. Uni ham hisobga olishimiz kerak. Endi bu yog'iga aytsak, ko'pchilik bizni atrofimizda bitta ikkita davlat bilan solishtiryapti. O'rtoqlar, endi haligi kimgadir yaxshi gapiryapti, bu paxta qo'yibdi emas. Iltimos sizlardan boshqa bir mamlakatlar bilan go'sht narxini solishtiringlar-da. To'g'ri, qaysidir bilan qimmat, lekin biz xudo xolasa bir 5 yilda yana ham arzonlaydi xudo xolasa. Mana silyosning narxi oldin qanaqa edi? Hozir mana arzon xudo xolasa. To'g'ri. Arzon hozir. Yaxshi bo'lyapti. Makka bug'doylarning narxi yaxshi bo'ldi xudo xolasa. Kunjaralarning narxi oldingiga nisbatan reski o'sishlar yo'q. Yo'q, endi hozir foyda qilsa bo'laveradi. Nimagaki bo'rdoqchilik bilan ochig'ini aytganda, mana 1 yil 2 yildan beri bo'rdoqchilikda ancha orqaga tashladim men. To'g'risi, aytish kerak. Nimaga? Hisob kitobimda jicha men aytgan narsa chiqmadi. Lekin bundan ko'ra hozir naslchilik, chorvachilik ko'paytirish yaxshi bo'lib qoldi-da undan ko'ralik. To'g'risi, bo'rdoqchilikdan beri. Lekin buni ham tashlab yuborib bo'lmas ekan. Biz ham boshimizda otaxon bor, to'g'risi, boshlig'imiz bo'rdoqchilikni to'xtatma, bo'rdoqchilikni davom ettir deydi. Hozir mana bo'rdoqchilik bilan ham xudo xolasa eplayapmiz. Mana 80 liniya so'lovni olib chiqing, o'g'lim bu yoqqa bering qo'ydi. Siz mana 80 liniya qo'y bor-ku mana. Bu yerda foydali gruppalarni ham aytib ketasak, gruppamiz bor degandingiz. Mana Telegram gruppamiz bor dedingiz. Azizbek, biz hozir Telegramda bir 6 yil, pashti 7 yildan beri faoliyat olib boramiz. 7 yildan beri Osiyoda qo'y boqish siri gruppasini ochganman. Telegramda obuna bo'lib qo'yasiz. Endi silkasini qo'yib qo'ying. Osiyoda qo'y boqish siri gruppasida O'zbekistonimiz juda ko'pchilik biladi, ko'pchilik kirgan. Tojikiston, bu Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston hamma joydan nimalarimiz bor, obunachilarimiz. Eng qizig'i yerda bir 30 ta 40 tadan ortiq adminlar. Bari chorvani yaxshi tushunadi. Adminlar 24 soat kerak bo'lsa faoliyat yuritishadi. Endi to'g'ri, hamma adminlar kiradi, to'g'ri o'ziga bitta gruppa qilib ketaveradi, lekin ertaga asosan savol-javoblar ko'p bo'ladi. Savol-javob ko'p bo'ladigan Osiyoda qo'y boqish siri gruppasida. Adminlardan Alloh rozi bo'lsin, qilgan mehnatlariga men roziman. Shu to'g'risi beminnat, bexizmat ashitda hamma adminimiz to'g'risi hammasini yoddan bilaman, lekin men o'zim kiralmaganim bilan
kerak bo'lsa bir kunda 3 marta 4 marta kirib tekshirib, kim savol javoblar qana ketyapti, qaysi admin qana ishlayapti, yaxshi bilib turamiz. Admin aka-ukalarimiz Alloh rozi bo'lsin. Bepul, beminnat xizmat qilishyapti. Mana shu 80 liniya qo'yamiz. Qani yetishi mahkam shuning bor kuchingiz bilan o'g'lim. 4 ishga buzibdi. 4 ishga buzibdi. Endi bu qo'yimizni xudo xolasa mana endi qandaydir Azizbek meni mo'ljalimda yegan yemiga qaraganda bir ochilib ketmayapti-da shu qo'y. Nima qilish kerak shunga? Mana vitaminlarim bor. Vitaminlarni aka yana bir narsa, ko'pchilik endi biz obunachilarni kommentariyasidan kelib chiqib yana keyingi videolar tayyorlayapmiz-da. Aytishyapti kimikat yo unday bunday. Hurmatli chorvadorlar, genetika degan narsa bor. Ya'ni sizlarga oddiy so'z bilan tushuntirsam, endi buni obunachilar ichida mendan ham zo'r biladiganlar bo'lishi mumkin. Endi bilmaydiganiga. Aka, genetika hozir sodda til bilan tushuntirsam, bu hayvonda, insoniyatda tirik jon chipi. Chipi. Hali nasldan naslga o'tadi deydi-yu. Bu o'zi mana hozir vitamin berasiz, tarbiyalaysiz, yangi nasl qo'shasiz, sekin-sekin qo'shib yozib boraveradi uni. Yozib boraveradi o'zini. Bu endi yana keyingi zotiga yaxshiroq nasl berish uchun bo'yini o'stirishga harakat qilsangiz, o'shani beradi-da. Keyingi naslga. Masalan, otasiga o'xshabdi yo enasida ash xarakter bor edi deb odamlarda ham aytadi-yu. Palonchining otasi mana qilardi. O'sha genetik ashi chip bekardan u xromosomalar yozadi-da. Shu bekardan bekar bu Alloh taolo buni sirli qilib shunday yaratganda. Shuni vitaminlarni hammasini zo'r o'stirsangiz, keyingi bolalarga baribir ta'sir qiladi bu zotiga. Chuvuni kichkina qilib qo'yganingiz bilan hozirdan harakat qilib qo'yish kerak. Albatta. Bu keyingi 1-chi, 2-chi, 3-chi avlodlarda ko'rish mumkin. Shu endi masalan men o'zim bilaman-da buni yeyish ichishiga bu sheriklardan qolib ketyapti. Nimaga? Qandaydir zo'r bo'lib yayilib ketmayapti-da. Bu hozir men o'ylashimcha bu kelgandan keyin bu qo'y juda yayilib ketish kerak edi. Zotiga nisbatan. Zotiga nisbatan. Mana quloqlari ham hamma yo'g'i chiroyli mana. Xudo xolasa kallalari emas. Bu 80 liniya arashan qo'yimiz. Bu endi nimasi bo'la ikki tishligida kelgan bizga endi tish buzganda. Ich o'tganda ko'pchilik qo'yda mana e'tibor bermaydi. Silos beramiz boshqa. Endi baribir adashmoqchilik bo'ladi. Ich o'tib qoladi, ko'pchilik ichini qatirishga harakat qiladi-da. Bo'ldi, shu bilan bo'ldi, yaxshi bo'ldi deydi. U kelajakka ichayda antibiotik bergandan keyin ichayda hamma foydali va foydasiz bakteriyalar teng o'ladi. Foydali, foydasiz deb teng o'lgandan keyin uni tikalashga aslida probiotik berish kerak. Hozir mana Vitabaza degan dorimizga shu probiotikni qo'shyapti xudo xohlasa. Qo'shyapsiz yangilik qilib. U ich o'tishi ham kamayadi, hazm ham nima bo'ladi, yaxshilanadi. O'ziga singishini oladi xudo xolasa. Shu qo'yimizga xudo xolasa 10 kundan keyin kerak bo'lsa natijasini qo'yamiz. Yangilik yaratilishi kerak. Yangilikni xudo xolasa u yerda mikroelement, vitaminlardan tashqari probiotikni ham qo'shdik-da. Probiotik mana yosh bolalarimizga ham ichiramiz ich o'tishda. Boshqa uni postoyan yemida kirib boradi endi xudo xolasa. Chorva hayvonlarga Vitabazani yordamida kirib boradi. Ich o'tish ancha kamayadi, biladi, uni sezishadi xudo xolasa. Chunki ich o'tgandan keyin mol qo'ylar xolisiz xolamasiz bir hafta 10 kunga orqaga tortadi. Ketadi. U tajribangizdan ham bilasiz, u bir hafta 10 kun orqaga tortgandan keyin ekonomik tomondan yutkazasiz-da. Qo'yda endi masalan qo'yda joni shirin bo'ladi deyman-da men to'g'risi. Nozik bo'ladi-da baribir. Jicha kasal bo'lib qolsa ancha sizib ketadi orqasiga. Albatta. O'rniga tiklab olishingiz qiyin-da to'g'risiga. Oddiy insonda ham bir isitma kelsa qanchalik orqaga tortasiz. Qo'yda joni shirinroq deyman. Xudo xolasa hozir mana qo'yib o'tamiz u narsalarni ham. Bu qo'yga ham o'sha maslahatni berasiz. Jigar-pigarlariga lecheniya qilish kerak. Buni hozir jigar qurt deganda mana hozir aytib o'tamiz. Ko'pchilik bir narsani bilish kerak-da. Ichak qurt, jigar qurtga davolaganda bir berilyapti aytamanda. Albatta kilosini muhim, iltimos kilosiga muhim e'tibor qaratinglar. Endi 1-2 gram oshib ketsa har qanday dorini masalan ziyoni yo'q. Lekin ichak qurt, jigar qurt tayyorlagandan keyin 3 kundan keyin yana sraz berib boryapti. Siz bilmaysizda oshqozonda u gastrit qilib qo'yishi mumkin yo jigarini buzib qo'yishi mumkin-da. U 5-6 oydan keyin o'zgarmay turaveradi. Jigar o'sha ichak faoliyatlarini uni kamida 1 hafta yoki 10 kundan keyin holatiga qarab qaytadan ichirib qo'ysangiz bo'ldi. 3 oyda bir marta yetadi shunaqasi yoki 2 oyda bir yetadi. Chunki har deb beravergandan keyin immunitetini ham tushiradi.
oshqozonni asosiy gastrit qilib qo'yadi, u sizga bilinmaydi, yallig'lab qo'yadi. Ovqat yeganda sekin o'ng tashlar, shunaqa narsalarni keltirib chiqaradi u. Baribir har qanday dorini, vitaminni ham hatto normasida berish kerak. Berish kerak. Ha, Albatta. Hozir Azizbek juda ham ko'pchilik mana sizni ko'p hayvon boqadigan akalarimiz o'zingiz sexingizdan olib ketishyapti, bilgan bo'lsangiz, haligi nima eski mashina bozorini oldida ekanda, Bog'shamolda. Bog'shamolda bir akamiz bor, bir 500 ta novoz, bir 2000 ta qo'y boqyapti. U aka ham siz o'zingiz sexingizdan olib ketyapti ekan, shu bitta ba'zani olib borib berib ko'ryapti ekan. Yaxshi nima tavsiya qilganman-da, endi masalan biz obunachilarim bor, boshqa chetdan joyi deydi. Mana endi hali naslchilik deymizda, boqib keling-da mana. Mana bu qo'y Hisori qo'y bilan turkiy qo'y chachishgan qo'y. Ha, mana shu. Mana shu qo'y. Mashin bilan mashina ikkovining yoshi teppa-teng. Ha. Lekin bu arashan mana. Ha. Farqi. Arashan. Ya'ni bu o'smay qolgani. Bu o'smay qolgani. Yoshi o'smay qolgani, o'sgani bo'lsa juda katta o'g'ita. Yoshi teppa-teng. Lekin masalan buni qo'chqorini bunga qo'shsa ham bolani yaxshi qon buzilib zo'r narsalarga chiqyapti. Hozir men kecha Yangiyo'lda bir akamizni qo'ylarini ko'rdim. Enasidan kattada 2 yashar tish buzgan so'roqlar. Bu nima? Enasi shumi desam, enasi shu deydi, bu belgi bolasi, u narigi bolasi deydi. Ikkovi ham katta. Xo'p, bu qanday buni erishdingiz dedim. Hisori qo'yam basta hali qo'y, to'g'risini aytganda. Enasi. Sen men deydi, mana bu arashan qo'chqorni qo'shdim. 1 metrlik qo'chqorni qo'shdim, shu tushib keldi deyapti. Qarang, buni demoqchimanki, qon almashtirib qo'shib turish kerak ekanda qo'ydi ham. Hali bir xil bo'lmas. Aka 20 yil, 30 yildan beri boqolgan cho'ponlar borda. Endi aql o'rgatish emas, gapiramiz, biz mutaxassis sifatida gapiramiz. Aka, qo'chqorni qo'shishdan oldin albatta shamollashiga davolang. Qo'chqorni ajrating. 2 yil, 3 yilda qo'chqorni boshqa joydan iloji bo'lsa zo'rni qo'chqorni almashtira oling deyman. Desangiz, postoyanno o'zi ushlab boradi. U sezilmagan darajada 6 yil, 7 yillarga nasl pasayib boraveradi. Insoniyatda nasl pasayib boraveradi. Hali siz gapingizda jon borda, naslni yaxshilab iloji bo'lsa zo'r qo'chqorlarni yangilab almashtirib qonni buzish kerak. Qonni buzib turish kerak-da. Qonni buzish kerak, to'ppa-to'g'ri. Ha, demak yaxshi. Xudo xolasa. Ma'lumotlaringiz zo'r bo'ldi endi. Xudo xolasa bitta ba'zani hozir boshqa video qilamiz. Xudo xolasa albatta like va podpiskani bosishni unutmanglar. Sog' bo'ling.